nagar bo'lib ketadi, rulni bursa qirtillab ketadi, demana. Voy-o. Chashka qismlari shu o'tirib qolibdi-ku. O'zbekistondagi barcha avtomobillarga Trialli zapchastlarini Assalomu alaykum akalar. Karul kompaniyasining YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Zo'r proyekt boshlaganmiz. O'zbekistondagi barcha avtomobillarga Trialli zapchastlarini ustanovka qilishni ko'rsatamiz. Kuzatishda davom eting. Bugun el sevgan katta bolalarning Gentra mashinasiga to'rtamazati chashkalarni ustanovka qilishni ko'rsatamiz. Bo'ladi. Ko'rayotganinglardek kulak opporniy displey joylashgan bo'ladi. Mana amortizator bilan kulak joylashgan. Unda alohida 17 volt joylashgan bo'ladi va stabilizator tagi qulog'iga qotgan bo'ladi. Tormoz shlankalarimiz kreplenalari bo'ladi. Har bittasini olib tashlaymiz. Voy-o. Chashka qismlari shu o'tirib qolibdi-ku. Amortizatori bor-ku, aynan syomli, yaxshi syomlilarda siqmasa bor-ku, yuzga ochish ehtimoli juda ham ko'p. Даже yoshlik paytingizda bo'lgan. Syomlini siqish kerak emas pullar. Oho. Barmoq kirmayapti orasida, ko'rasizlar. Mana pachinilari ham nagar bo'lib ketadi, rulni bursa qirtillab ketadi, demana. Voy. Ham amortizator kuyib ketgandi bor-ku. Kuyib ketgan amortizatori. Qorayib ketibdi, ishlayverib. Biz bu amortizatorni tashlab olamiz. Biz aynan amortizatorni ko'rasizlarmi? Sifatliligini. O'zi bir deganda bor-ku, tushib chiqishini ko'rasizlar. Sifatda. Chashkasini bor-ku. Chashkan sifatliligi bor-ku. O'tadi. Yig'ilish jarayoni boshlaganmiz. Ko'rdinglar-ku, amortizatorni qanaqa jarayonni yechib, qanaqa jarayonni taqib, nima holatda chashka almashdi. Shu joylarni endi mashinamiz yumshoq yuradi endi. YouTube kanalimizga obuna bo'ling, aka. Videoning ikkinchi qismini kuzatishda davom eting.